Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, doktor Sherali sizlar bilan. Azizlar, bir necha kundan beri internetda tirik video deb nomlangan video mashhur bo'lyapti, ko'p ko'rilyapti. Bu haqda video qilgandim, yana bir marta video qilay dedim. Azizlar, men bu narsadan xursand bo'lganim shuki, ko'p holatlarda oxirgi vaqtlarda bir bema'ni narsalar trendga chiqyapti. Ahmoqona ishlar trendga chiqyapti. Aslida umuman faxrlanish kerak bo'lmagan narsalar trendga chiqyapti. Targ'ib, ayniqsa yoshlarga xato targ'iblar bo'lyapti. Yoshlarga bir o'rnak bo'ladigan yaxshi yigitlarimiz, aqlli yosh avlodlarimiz kam. Bu video YouTube'da bor, 1 soatdan ko'proq davom etgan. Xursand bo'ldim. Yana bir marotaba aytyapman, bu kabi videolar qanchalik trendga chiqsa shuncha xursandman. Azizlar, inson qanchalik aqlli bo'lib boraversa, to'g'ri bilan rost bilan yolg'onni farqiga shunchalik boraveradi. Afsuski, ilmi past bo'lgan insonlar yolg'onga ko'proq ishonishadi, yolg'ondan ko'proq umidvor bo'lishadi. Men o'zim shaxsan doktorman. Bemorlarni 70-80% juda ko'p dori yozib beradigan doktorlar yoqadi. Afsuski, men shu o'qishni tugatganimga 6-yil ketyapti. 6 yildan beri pashta ishlayapman. 70-80% bemorga kam dori yozsangiz darrov shubhaga tushishadi. Qolgan 20-30% insonlarda esa tibbiy savodxonlik baland bo'lgani uchun haqiqiy aqlli doktorlar yoqadi. Men mana shuni misol tariqasida keltiryapman. Men o'zim ferminli dorilar bilan ishlamayman. Turli xil analizlarga, bonusli analizlarga bemorlarni jo'natmayman. Agar ko'p dori yozganimda edi, mumkin daromadim ko'p bo'lardi. Mumkin hozirgidan ham klientim ko'p bo'lardi, lekin bu xato yo'ldir. Nima uchun insonlarga ko'p dorilar yoqadi? Chunki insonlarda menga yordam beradigan asosiy narsa dori degan ishonch mavjud. Aslida unday emas. Hozirgi vaqtdagi eng dolzarb muammolar safiga kiradigan nevroz, depressiya, bo'g'im yemirilishi, umurtqa pog'onasi kasalliklari, bularda birinchi o'rinda lechebniy gimnastika turadi. Lekin bizni xalq gimnastikani yoqtirmaydi. Uning o'rniga turli xil ukollar, xoh qimmat bo'lsin, xoh arzon bo'lsin, ukollarni olish yoqadi. Больницаlarga yotib olish yoqadi. Albatta, ba'zi holatlarda больницаga yotish kerak, lekin asosiy qilishimiz kerak bo'lgan ishimiz tayanch harakatlanish sistema kasalliklarida bu mashqdir. Sizga yoqadimi, yoqmaydimi farqi yo'q. Ozgina mavzudan chekkaga chiqdim. Men bu kabi kitob o'qishni targ'ib qiladigan insonlarga omad tilayman. Qani edi har yili chiqadigan trendlarni katta qismi kitob, fan, ilm, texnika shularga qaratilsa edi. Qani edi O'rta Osiyo dunyo farining markazi bo'lsa edi. Juda xursand bo'lardim. Sog' va salomat bo'linglar. Azizlar, libosga, qoringa, ilmga, agar mana shu 3 ta narsaga investitsiya qilish siz vыбоringiz, tanlov bo'lsa, siz uchun albatta ilmni tanlang. Bu dunyoda O'rta Osiyoni tarixda qolgan qanchadan qancha mashhur insonlar bor. Bularni ba'zilari dunyo darajasida mashhurlar va ular ilmi orqali, aqli orqali mashhur bo'lib ketishgan. Shunaqa do'stlar, ilmni targ'ib qiling, ilmni yoying. Shu siz qilgan ish insonlarni yaxshi tarafga o'zgarishiga 0,1 milliondan 1% hissa qo'shsa ham, bu siz uchun juda katta foyda bo'ladi. Katta savob bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar.